Ekranda ko'rib turgan ma'lumotinglar bu yolg'on ma'lumot. Juda ko'pchilikni shunaqa ma'lumotlar bilan aldashyapti. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, aniq ma'lumotni bilib olasiz. Original Apple Store golovkani mana 40 vattlisi hech qanaqa NFC chipi bo'lmaydi mana. 3000 adapterni ham mana solishtirib beraman, NFC chipi bo'lmaydi. Ikkita pinda ham xuddi shunaqa. NFC chip mana yo'q. Akalar, Xitoyga borsanglar $1 evasiga mana shunaqa NFC chipini xohlagan ko'piya golovkangizga qo'yib beradi. Original Apple Store golovkaga bunaqa NFC chip qo'yish Apple Store'ga qiziq emas. Apple Store original golovkalarni ajrata olmayotgan bo'lsanglar, biza ajratib bera olamiz. Bu videoni iPhone tanishinglarga jo'natib qo'ying. Mana shunaqa videolarni ko'rib aldanib qolishmasin. Yolg'onchilar oldin original deb sotishardi. Hozir Apple Store original adapterlarini sotuvda sotishyapti. Bu videoni iPhone tanishinglarga maksimal darajada jo'natib, like bosib qo'ying. Video ko'proq odamlarga yetib borsin.